Shirik kod chop etish. Bu mahsulotlar bo'limida mavjud. Shirik kod chop etish. Bu yerda odatda sizda hammasi ochiq bo'ladi. Bu 65 shaklda turgan bo'ladi. Buni endi birorta mahsulotni biz shirik kod chiqarmoqchi bo'lgan paytimizda buni nomini qo'yishimiz mumkin, narxini ham qo'yishimiz mumkin xohlasak. Buni razmerlarini va qalin ingichkaligini o'zimiz o'zgartirishimiz mumkin. Va dona narxmi yoki optim narxmi, qaysi narx ko'rinishini o'zimiz tanlaymiz. Odatda stiker o'lchamlari 60 ga 40, 40 ga 30, 30 ga 20 shaklda bo'ladi. 65 ga 40 ham balki bo'lar, lekin hech unaqaga duch kelmaganmiz. O'shaning uchun eng kattalardan biri 60 ga 40 bo'yicha ko'radigan bo'lsak, Aqua 1 litr shaftoli buni qadog'iga, blokiga yoki donasiga biz shirik kod qo'yishimiz mumkin. Biz shirik kodni yozuvlari kattaroq ko'rinsin deb, bularni ancha katta razmerda qilib yuborishimiz kerak emas. Aks holda buni pastki qismidagi aynan shirik kodni asosini tashkil qiladigan chiziqchalar kichrayib ketadi va shu tufayli biz barkod skaner apparatlarimiz orqali skanerni o'qitmoqchi bo'lgan paytimizda o'qimay qolishi mumkin. Bunda asosiysi bu raqamlar ham emas yoki mahsulot nomi ham asosiy emas. Bu shirik kodni asosiy ko'rsatkichlari bu mana shu uzuq chiziqlarni tashkil etadi. Oq-qora chiziqlar tashkil etadi. 60 ga 40 ni belgilab shirik kodni chop etishni belgilaymiz. Biz o'sha shirik kod chop etadigan printerlarimizni sozlamalar orqali driverni o'rnatib olgan bo'lsak, buni chiqarishimiz oson bo'ladi. Odatda Xprinter XP365B ni biz taklif qilamiz. Buni sozlash ancha oson. Bunda paper size qog'oz o'lchamini o'zingiz xohlagandek sozlab olishingiz mumkin. Agar 2 ga 4 bo'lsa yoki 60 ga 40 buni o'zingiz xohlaganday shaklda to'g'irlab olishingiz uchun Manage ga o'tib, Bluetooth device, printer scanners, Xprinter 365B ga o'tamiz. Printer properties, Advanced printer defaults, page setup. Mana shu joydan yangi yaratib, o'zingiz xohlagan razmerni kiritishingiz mumkin. Hozir menda kompyuterim ingliz tilida bo'lgani uchun menda inch chiqyapti. Sizda agarda kompyuteringiz Windows rus tilida bo'lgan bo'lsa, bu santimetrda chiqadi va siz santimetr o'lchagan paytingizda bo'yi va enini yangi qilgan paytingizda buni 60 santimetr, bunisini 40 santimetr shaklda pastdagi left rightlarini esa 0 qilib saqlasangiz bo'ladi bemalol va shundan keyin siz mana shu kichik apparatingiz orqali stikerlaringizni chiqarishingiz mumkin bo'ladi bemalol. Shirik kod chop etish agarda sizda 40 ga 30 bo'ladigan bo'lsa, unda ham yana o'sha sozlamalarga o'tib, o'zingizga mos keladigan shaklda sozlamalarni to'g'irlab olib, stikerlarni chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Bir vaqtda bir nechta ham chiqarish mumkin yoki bitta mahsulotni bir nechta shirik kodni ham duplikat shaklda chiqarishingiz ham mumkin. Bu o'zingizning ixtiyoringizda.